Assalomu alaykum. Agar siz Yevropada qonuniy ishlashni xohlasangiz va hozir eng ko'p ish o'rinlari bor davlatlardan birini izlayotgan bo'lsangiz, bugun sizga Niderlandiya, ya'ni Gollandiya mavsumiy ishlarini to'liq tushuntirib beraman. Qaysi sohalarda ish bor, qaysi firmalar ishchi oladi, qaysi agentliklar Markaziy Osiyo bilan ishlaydi, til va tajriba talablari, viza hujjatlari, to'lovlar va yotoqxona masalasi. Hammasini bir videoda. Niderlandiyada qaysi sohalarda mavsumiy ishlar bor? Qishloq xo'jaligi eng ko'p ish. Issiqxonalar, pomidor, bodring, qalampir, gul yetishtirish, lola, atirgul, orkida, meva terim, olma, nok, qulupnay, ishlar, terim, saralash, qadoqlash, logistika va omborlar, buyurtmalarni yig'ish, qadoqlash, yuklash, onlayn magazinlar omborlari, oziq-ovqat fabrikalari, go'sht va baliq qadoqlash, non, shirinlik, yarim tayyor mahsulotlar, mehmonxona va xizmat ko'rsatish, tozalash, oshxona yordamchisi, turistik mavsumda yordamchi ishlar. Qaysi firmalar va agentliklar ishchi oladi? Niderlandiyada ishga joylashtirish ko'pincha agentliklar, Employment Agency, Utsent byuro orqali bo'ladi. Mashhur agentliklar: Otto Workforce, Randstad, Tempo Team, Covebo AB, Midden Nederland, Work in Holland, Hobbich, Eastman. Muhim, bu firmalarning ba'zilari Sharqiy Yevropa bilan ko'proq ishlaydi, lekin Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston fuqarolarni ham ish vizasi bilan jalb qiladigan hamkor agentliklari bor. Mavsumiy agentliklar va saytlar. Niderlandiya. Seasonalwork.nl rasmiy agro-seasonal ishlar sayti. Niderlandiyada qishloq xo'jaligi va issiqxona sohasidagi mavsumiy ishlar, meva, sabzavot, gul terimi va boshqalar e'lonlarni o'z ichiga oladi. Bu sayt orqali to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchilar bilan bog'lanishingiz mumkin. Seasonalwork.nl. Eslatma: agar siz Yevropa ittifoqi fuqarosi bo'lmasangiz, rasmiy ravishda bu sayt orqali to'g'ridan-to'g'ri ish topib, vizasini rasmiylashtira olmaysiz. Lekin e'lonlarni ko'rib chiqish uchun foydali. Seasonalwork.nl. Greenhousejobs.nl. Issiqxona, agro ishlar resursi. Bu sayt Niderlandiyada issiqxonadagi mavsumiy ishlar, Greenhouse Jobs bo'yicha ma'lumotlar, agentliklar ro'yxati, ish haqi, shartlar va uy-joy haqida batafsil ko'rsatmalarni beradi. Greenhousejobs.nl. Bu agentlik Niderlandiyada mavsumiy ishlar bo'yicha yordam beradi. Ish topish, uy-joy, transport, sug'urta va xususiy yordam xizmatlari bilan. Ishlar ko'pincha agro, logistika va sanoat sohalarida bo'ladi. b2works.eu. Qo'shimcha qidirish saytlari, mavsumiy ish qidirish uchun. Bu saytlarda seasonal work, greenhouse, harvest jobs tarzida qidiruv bersangiz, mavsumiy ish e'lonlarini ko'rishingiz mumkin. Indeed Netherlands. www.indeed.nl. Jubel Netherlands. nl.jubel.org. Glassdoor Netherlands. www.glassdoor.nl. LinkedIn Jobs Netherlands. linkedin.com. Bu saytlarda filtr qilib Seasonal Work Netherlands, Greenhouse Worker, Agriculture Harvest deb qidirsangiz, aynan mavsumiy ish pozitsiyalarini topishingiz osonroq bo'ladi. Mavsumiy ish haqida tez ma'lumot. Mavsumiy ish odatda agriculture, horticulture, greenhouse, terim, qadoqlash sohalarida bo'ladi. Seasonalwork.nl. Bu ishlar uchun Niderlandiyada 24 haftagacha 6 oy ishlash uchun maxsus seasonal viza va work permit kerak bo'ladi. IND. Minimum ish haqiqiy qonun bo'yicha belgilanadi, odatda yevro soat, va uy-joy ko'pincha agentlik yoki ish beruvchi tomonidan taqdim etiladi. Greenhousejobs.nl. Tavsiya: yuqoridagi saytlarga CV, rezyume yuklab yoki form to'ldirib murojaat qiling. Seasonal work bo'limini maxsus qidiruvga qo'ying. Rasmiy agentliklar orqali aldov holatlaridan saqlaning. Niderlandiya mavsumiy ish saytlari. Ish qidirish uchun eng mashhur platformalar. Indeed.nl. Seasonal work, warehouse, greenhouse deb qidiring. Work.nl. Rasmiy ish portali. Jubel.nl. Agentliklarning rasmiy saytlari. Otto, Randstad, Tempo Team. Qidirishda kalit so'zlar: Seasonal Work Netherlands, Greenhouse Job, Warehouse Worker, Agriculture Job. Talablar: til, tajriba. Til talabi. Ko'p ishlar uchun ingliz tilining boshlang'ich darajasi A2 va B1 yetarli. Ba'zi joylarda umuman til so'ralmaydi, lekin bilsangiz osonroq bo'ladi. Tajriba. Aksariyat mavsumiy ishlar uchun tajriba talab qilinmaydi, lekin ombor, texnika, forklift, oshxona ishlari uchun tajriba ustunlik beradi. Yosh,
Odatda 18 dan 45 gacha yosh oralig'i afzal. Viza va hujjatlar. Niderlandiyada ishlash uchun sizga ish vizasi MVV plus Residence Permit kerak bo'ladi. Kerakli hujjatlar: xalqaro pasport, ish shartnomasi, ish beruvchi yoki agentlikdan, viza ariza formasi, biometrik rasm, sudlanmaganlik haqida ma'lumot, tibbiy sug'urta, turar joy manzili, agentlik beradi. Viza turi: Work Permit yoki GVVA, ish va yashash ruxsatnomasi birga. Viza to'lovi va xarajatlar. Taxminiy xarajatlar: viza to'lovi 200 dan 350 yevro atrofida. Sug'urta oyiga 30 dan 50 yevro. Ba'zi agentliklar hujjat tayyorlash uchun xizmat haqi oladi. Ehtiyot bo'ling. Oldindan katta pul talab qiladigan shubhali vasitachilardan uzoq yuring. Har doim rasmiy shartnoma bo'lsin. Yotoqxona, turar joy. Ko'p agentliklar ishchilar uchun yotoqxona yoki umumiy kvartira taqdim etadi. Sharoitlar: 2 dan 4 kishi bir xonada. Oshxona va hammom umumiy. Ijara haqi: haftasiga 80 dan 120 yevro. Ko'pincha ish haqidan ishlab qolinadi. Transport: ish joyiga avtobus yoki velosiped bilan olib boriladi. Oylik daromad: o'rtacha ish haqi soatiga 11 dan 14 ta yevro, brutto. Oyiga 1600 dan 1200 gacha yevro. Soliqdan keyin qo'lda 1400 dan 1800 gacha yevro atrofida. Mavsumda ko'p ishlasangiz, undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Foydali maslahatlar: faqat rasmiy agentliklar orqali yuring. Vizani 3 kunda chiqaramiz deganlarga ishonmang. Ish shartnomani o'qimasdan imzolamang. Til bilish darajangizni kamida A2 ga chiqaring. Agar sizga bunday real va foydali ish ma'lumotlari kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va savollaringizni izohda yozing. Keyingi videoda yana yangi davlat va yangi imkoniyatlar bilan uchrashamiz.